Himmetlik yazgıcı Teyipcan Hadi. Himmetlik yazgıcı Teyipcan Hadi 1925 yılı Olcu şehirde tug'ilgan. 1934 yıldan 1939 yılgacha Ürümçide o'qigan. 1941 yıldan 1944 yılı kuzda vatanimizning shimolida Sharqiy Turkiston Milliy inqilobi boshlang'ichi bo'lgan orliqda G'uljida o'qituvchilik qilgan. Teyipcan Hadining Yemirilgan to'salg'u nomli tunji hikoyasi Ili gezitining 1941 yılı 20 dekabr sonida e'lon qilingan edi. Teyipcan Hadi o'zining bir xotirasiga bir kunlik yotliq nomli hikoyam 1943 yılı 9 oyda Ili daryosi gezitida e'lon qilingan deb xotir qoldirgan. 1944 yılı kuzda Teyipcan Hadi ilini merkez qilgan Sharqiy Turkiston Milliy mustaqillik inqilobiga qatnashib, ayni chog'dagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati vaqtliq hukumatining tashkilot bo'limida kotib bo'lib ishlagan. Keyin yer suv nazorati va davlat bankasida mas'ul kotib bo'lgan. 1946 yildan 1952 yilgacha Savdo sanoatchilar birlashmasida kotib bo'lib ishlagan. 1952 yildagi bir qitimliq qattiq siyosiy harakatda nuqtaliq zarbaga uchrab, Panturks degan nom bilan begunoh qo'lga ilingan. Oradan 5 oy o'tib, saqchi taraf uni xato qo'lga olganligini iqror qilib, turmadan bo'shatgan. Osh qitimliq siyosiy qalpoq kiyish va qo'lga ilinish Teyipcan Hadining shuningdan keyingi butun turmushiga nurg'un mo'ljarligisiz o'ngishsizliklarni elib keldi. Oqibat u 1952 yildan 1982 yilgacha to'p-to'g'ri 30 yil nihoyatda ko'p uvalchiliklarni tortishga majbur bo'ldi. 30 yillik siyosiy ziyonkashlikning qurboni bo'lgan Teyipcan Hadi qo'liga qayt qalam olgudek bo'lganda, uning yeshi 50 dan halqib 60 ga qarab ketayotgan edi. U Uyg'ur xalqining mashhur milliy qahramoni Sadir Palvonning hayotiga bag'ishlangan Palvon keldi hikoyasini yozib chiqdi. Bu hikoya Ili daryosi jurnalining 1980 yılı 2 sonida e'lon qilingandan keyin kitobxonalar orasida zo'r ta'sir qo'zg'adi. Tarim jurnali hikoyani qayta besib tunishtirdi. Turg'an Shaudun hikoya voqealigiga asosan bir radio dramasi ishlab chiqdi. Bu hikoya yana o'ttir maktablarning adabiyot o'qishligiga kirgizildi. Atalmış Uyg'ur Abdunum rayoni bo'yicha 30 yillik munavvar asarlarni tanlab mukofotlashda mukofotga erishdi. Mushu bir hikoyasi bilanla Teyipcan Hadi keng kitobxonalarga tonish avtorlardan bo'lib qoldi. Shuningdan keyin Ili daryosi jurnalida yana orqa-orqadan uning Cho'riq hekim, Oq o'stingim oq, Botur keldi, ko'zimni echib chiqdim, Chinmodan, O'shki do'ngida lavuldigan mash'allar qatorliq hikoyalari e'lon qilindi. Teyipcan Hadi yolg'iz badiiy adabiyot ustida emas, klassik adabiyot, xalq eg'iz adabiyoti va tarix bilimlari jihatdimi atrofliq tushunchaga ega qalamkash edi. Shundaqla u jamoatchilikka nihoyatda keng odam bo'lib, Teyip zot xalpitim, Maqsud Hojim qatorliq elida o'tgan mashhur xalq tarixchilari Ahmadjon Qosimi, Zunun Qodir, Zikri Alpatta qatorliq mashhur shaxslar bilan quyuq bordi keldida bo'lib, ulardan nurg'un narsalarni o'ginib xotir qoldirgan edi. 1948 yilida Teyipcan Hadi İttifoq jurnalida Uyg'ur xalqining turmush urf-odatlariga oid Chunchun Salvan qatorliq xalq qo'shoqlarini ratlab e'lon qilgan. 1979 yili u qo'liga qayt qalam olgandimi, dastlabida Ili daryosi jurnalida Yeni Teyip, Töt Pangning heyit qilishi, Aqlsiz podshoh qatorliq xalq cho'chaklarini ratlab e'lon qildi. Uning 1980 yili 1-son Ili daryosi jurnalida e'lon qilingan Ilining bir qancha xalq naqshlari haqida degan maqolasini Ili xalq naqshlari ustida elib berilgan mukammal bir ilmiy tadqiqot deyishga bo'ladi. Bu maqolasida avtor Alvang naqshisi, O'stang naqshisi, Vanxulu Alvangi naqshisi, Sepil naqshisi, Sadir naqshisi, Köşköş naqshisi,
qatarlıq xalq naqshlarining ayni yillardagi ijtimoiy reallik bilan bo'lgan bog'lanishini yechib berdi. 1982 yili Tiyipcan Hadining burunqi xizmati va qalam tutish huquqi asliga keltirildi. U Ili oblastlik siyosiy kengashning tarix materiallari tadqiqot o'rniga xizmatga o'rinlashib, Ili tarixiy materiallari degan kitobchining uyg'urchisini ishlashga mas'ul bo'ldi. U yana Ili begliklari to'g'risida, Xalpan mahallasi va xalpanlar to'g'risida, G'ulji atalg'usi va G'ulji shahri to'g'risida, Ili tarixidan izlar, qatorliq maqolalarni yezib, Ilining Chin xandonligi davridagi tarixini yo'ritib berishda oz bo'lmagan xizmatlarni ishladi. Tiyipcan Hadi 1989 yili 3-oyda hozirgi G'ulji nahiyasida o'tkazilmoqchi bo'lgan No'ruz mərikisiga maqola tayyorlab etib, ish ustida mingisiga qon tushib yiqildi. U doktorxonada 2-3 kun yetib, davolash unum bermay, shu yili 24 mart kuni 64 yoshida olamdan o'tdi. Uning yetmoqchi bo'lgan nurg'un orzulari o'z bilan birga ketdi. Bundan boshqa uning yozayotgan Gulamxon povesti va ba'zi hikoyalari bor edi. Avtorning mazkur to'plamdagi 7 hikoyasini asosan tarixda o'chmas izlarni qoldirib ketgan 3 xalq qahramonining hayot voqealiklariga beg'ishlagan. Cho'riq ekim, oq o'stingim oq hikoyalarida Ilining etiz eriqlarining jon tomiri bo'lgan oq o'stangni chepishga kuch chiqargan Cho'riq ekimning ish izlari yozilgan. Batur keldi hikoyasida Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik inqilobi davrida o'zining qo'rqimsizligi va boturligi bilan Xitoy banditlariga qattiq vahima solgan G'ani Baturning bir qitimliq jangdagi qahramon kartinasi yezib berilgan. Qolgan Palvon keldi, ko'zimni echib chiqdim, Chinmodan, o'shki do'ngida lavuldigan mash'allar, qatorliq hikoyalar avtorning Sodir Palvon haqida yozmoqchi bo'lgan kitobining bir qismi bo'lib, bu hikoyalar mashhur xalq qahramoni Sodir Palvonning hayotiga beg'ishlangan.